Assalomu alaykum adasi, yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Nima bo'ldi? Nima настроениеңiz yo'q? Tinchlikmi? Tinchlik emas, onasi. Mashinam arendasi bor edi-ku. Xo'p. O'shani to'lashga qiynalyapman-da hozir. O'zimning oyligimni, ishlab topgan pulimni hammasini ko'chadagi qarzlarimga berdim. O'shanga o'ylayapman nima qilsam ekan deb. O'ylamang adasi, shuni ham siqilasizmi? Siqiladigan narsa emas ekan-ku. Topiladi, o'sha pul. Adasi, yo'lmasam akamdan qarz olsaychi. Xudo, sen menga akangni puli kerak emas. Yo'q, sizga deb olmayman, o'zimga deb olaman. Kimga deyishingdan qat'iy nazar baribir o'sha pul menga keladimi? Men boshqa bu gapni eshitmaysanmi? Pulni o'zim topaman, xudo xolisa. Butun umr keyin boshim egilib yuradimi akangni oldida? Yo'q, nega unaqa deysiz? Akamlarni bilasiz-ku, qanaqaliklarini? Bilmadim-ku. Lekin doim senga yomon gapiraman. Qalbingni, dilingni og'ritaman. Qattiq og'ir gaplarni gapirsam ham baribir sen menga yaxshilik qilishga harakat qilyapsan. Mayli. Bir gap bo'lar. Pul topilib qoladi, xudo xolasa. Adasi, ovqatlanib olasizmi? Ey o'lay ahmoq, qanaqa odamsan o'zi? Guldek ayolingni qadriga yetmaysan, uni ko'ngliga qaramaysan umuman. Nima u senga majburan turmushga chiqmadimi? Bitta senmi majburan uylangan? U seni deb o'z ota-onasini, oilasini